Assalomu alaykum hammaga. Yevropada fura minib, fura ish faoliyatida ishlayotgan akalar, ukalarga o'zimni ozgina tushunchamni bermoqchiman. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Akalar, mana misol men Hegelman kompaniyasida ishlayman. Juda ko'p kompaniyalar navigatsiya Sijik navigatsiyasini ishlatadi. Mana shu Sijik navigatsiyasida mana shu 3 ta tayoqchani bosib kirganimizda настройка chiqadi. Настройкаga kirganimizda настройка для грузовиков chiqadi. Agar настройка для грузовиковda maksimalniy скорость 85, общий вес 40, нагрузка на мост 11,5 tonna, общий длина 17 metr, ширина автомобиль 255, максимальный высота тур, число трейлер 1, число ос на автомобиль 2, число оси на прицепе 3 bo'lsa, bu yaxshi holatda bo'ladi. Agar mabodo misol hozir menda hammasiga nastroykani terib qo'yganman. Mabodo men bu 85 ta o'rniga uzun sifralar bo'lib ketsa, men bu 40 ta o'rniga uzun sifralar bo'lib ketsa, bu bilingki sizni marsrutingizni o'zgartirib yoradi. Misol ko'pchilik aytadi, akalardan eshitamiz, ukalardan eshitamiz, menga vidushu manaqa marshrut qilibdi, vidushu meni u yoqqa tiqdi, vidushu meni bu yoqqa tiqdi deydi. Lekin mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Flathand driverga kirganimizda mana zadachi menga tamo'jni qo'yilgan. Misol men sizlarga liboy bittasini aytaman. Mana Fransiyaga ketaman. Zadachiga kiramiz. Zadachiga kirganimizda mana bu yerda yozilyapti mana koordinata ехать по дорогам deb turib A5, A36, A35, D83, A35, N83, D426 oxiri yetib boradigan joyimiz. Endi misol shunday holatlar bo'ladi, akalarimiz biron bir joyga kutilmagan vaziyatda biron bir joyga kirib tiqilib qoladi. Ikkita uyning orasiga tiqilib qoladi. Oldiga uje ko'rinib turibdi, yo'l kirsa yomon bo'lsa yomon bo'ladi, yaxshilanmaydi. O'sha vaziyatda kimgadir viking chaqiradi, kimgadir kran chaqiradi. Uni bari sizning xatongiz bilan bo'lgan bo'ladi. Viduschilar sizga bu настройка Sijikka kirib har doim o'qib o'zgartira olmaydi. Siz buni har doim ish faoliyati boshlagan paytingizda, smena ochgan paytingizda birinchi qiladigan ishingiz mana shu 3 ta tayoqchani bosing. Erinmang, настройкаga kiring. Bir minutdan vaqt olmaydi. Настройка для грузовиковni ko'ring. Mana shu parametrlar turgan bo'lsa, boyaga aytgan parametrlar, misol maksimalniy скорость, общий длина, общий вес, hammasi to'g'ri turgan bo'lsa, mana maksimalniy высота, ширина, hammasi to'g'ri turgan bo'lsa, inshaalloh sizni Xudo xohlasa noto'g'ri yo'lga boshqarmaydi. Sijikni ham to'g'ri ishlatib yursangiz, ancha aqlli deb men o'ylayman. Chunki mana men 3 yildan oshiq mobaynida ishlayapman Yevropada. Mana shu parametrlarni qilib yursam, yo'limda qiyinchilik bo'lmayapti. To'g'ri tan olish kerak. Mana men bu yerga Yevropaga kelmasligimdan oldin avtovuz minganman, tintovka minganman, Rossiyaga qatnaganman, Qozog'istonga, Qirg'izistonga qatnaganman. Misol u tomondagi yo'llar bilan bu tomondagi yo'llarning o'rtasida juda katta farqlar bor. Buni Yevropaga kelganlar biladi, ko'rganlar biladi. Yevropada kruglar ham juda kichkina. Shuning uchun hamisha e'tiborli bo'lib yurishingizni so'rayman. Video sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Hammalaringizga omad, sog' bo'ling sizlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, ishlaringizga omad.